Mana oylik tushdi, endi buni bekitib qo'yamiz. Pullarimni to'plab biznes qilaman, mashina olaman. Oylikni qo'lga kiritish operatsiyasini boshlaymiz. Kelishdik. Yaxshi ish qilmayapsizlar, kelin ayting. Faqat teng bo'lamiz. Mayli. Hayotim kostyumingizni yechib qo'yasiz. Yo'q, zakon turibdi, kostyumga tegmanglar bo'ldi. Yo'q. Nima qilyapsiz, ey? Uka, esingdami? Bolaligimizda mana shu yo'lda umbaloq oshib o'ynab yurardik. Esimda yo'qman, ey. Qizim, shu ishingni qo'ya qolgin. Tirikchilikda ona. Choynak piyolalar sotamiz, choynak piyolalar. Hay chiroyli ukam. Ha. Paxta gullik choynak piyolalar bor uka. Olmaymiz, ketavering, bo'l. Harakat qildim o'xshamadi. Yey! Hayotim yangi kostyum oldim. Kiyib ko'ring. Yo'q, shu qulay, minnatdorman, rahmat. Kiyib ko'ring. Yo'q. Kelin, unaqa qilmanglar. Opa ko'rinyapsiz-da, nau. Yoshligimizda shunaqa bekinmachoq o'yna. Mayli. Qayga bekitsam buni? Hay ukajon, ko'yningga bir quloq solay. O'zi kim so'ray ekan deb o'tiribman, boring boshimni og'ritmang. Vobshe o'xshamadi. Odam podamas ekan. Yey! Topdim. O, PUBG Mobile'mi? Ha, juda zo'r yangilanish chiqdi. PUBG Mobile 3.0 ning yangi versiyasida o'yinning 7 yillik munosabati bilan maxsus kolleksiya buyumlari paydo bo'ldi. Jumladan noyob reversiv klinok. Bu kamyob buyum eksklyuziv emosiya va dinamik maxsus effektlarga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, Navro'z bayramiga bag'ishlangan tematik sovg'alar ham mavjud. Masalan, avatar va ramka ularni maxsus vazifalarini bajarib olish mumkin. Oho, zo'r ekan-ku, qani mana bitta o'ynay shundan. Mana 200 sizga, mana 100 sizga, mana 200 sizga, 500 manga teng bo'ldim. Peshona terim. Qizlarim, nima kerak bor? Oilani aldab olishi. Tak pensiya ham tushdi, nima yashash kerak? Trevoga! O'zining bilan bir vaqtda homilador bo'lsang nimalar bo'ladi? Endi ikkalaylar ham ishlamasdan qaynonanglarni ishlatsanglar bo'ladi. Yetmaganiga ikkalaylarga ikki xil narsa yoqadi-yu. O'sinjon, kirlarni yuvishga yordam berarsiz balkim. Voy, homiladorman-de. Voy, qarang, bilmayman. Qarangchi, men ham homiladorga o'xshamayapmanmi, mabodo? Balki siz semirgandirsiz, prosta tekshirib ko'ramizmi? Oyjon, ota hovli muhitiga boshqarog'i bo'ldim. Borib kelsam bo'ladimi? Voy, aylanib ketay, boring. Oyjon, men Fransiyadagi Eyfel eshigiga boshqarog'i bo'lganman, bormasam bo'lmaydi. Eyfel? Mana Eyfelam tunukadan yasalgan. Mana, hidlab yurasiz. Yaxshi tomoni, eri endi bitta o'zi narsa qidirmaydi. Siz nimaga chiqaryapsiz eringizni? Balchiq hiylagim keldi o'zingizcha. Ha, endi bahorda yo'l narsa shu tarvuzdek. O'ziga yegim ham kelyapti, prosta ovora qilishmasdi-de. O'sinim o'zi hamma ish o'ziga qolib ketmasligi uchun homilador bo'lib oldi. Men nima qilsam shuni qilyapti. O'sinjon, kechasi qanaqa qilib yotibsiz? Sizni ham tefotdimi bolangiz? Qanaqa ko'tarib yuribsiz buni? O'zi nima ichibsiz? Elivit ichyoman. Homiladorlikda kerak bo'ladigan hamma vitamin va minerallari bor. Sizga ham foyda, bolangizga ham foyda. Buni ichsangiz, xudo xolasa bolangiz to'g'ri rivojlanib, sog'lom tug'iladi. Siz ham iching. Endi butun mahallani qiladigan bittagina ishi bizani tug'ishimizni kutish. Qachon tug'asizlar endi? Tug'a qolinglar endi. Xo'p, tug'amiz. Voy, sizni qoningiz vahshiy katta ekan. Ikkita tug'ing. Bo'ldi, shunaqa qilaman. Nima qilishni bilmay yuruvdim-de. Ana hammasi tugadi. Bir amallab qutulib oldik. O'zi ham bir kunda farzandinglar 3 kiloyi 200 tug'ildi. Farzandinglar baquvvat va sog'lom. Chunki oyijon bizga elivit ichirganlar. Shu elivit oyim paytlarda bo'lganda bormi? Men ham sog'lom tug'ilardim. Tak.